Assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Mana bugun yakshanba kuni yangi obzorimiz barakadan boshlaymiz. To'lqin aka keling, barakadan mana. Bular keling aka. Qazaqov Zohriddin aka mana shu nomorlar ham ko'rinib turibdi. 60. Haqiqat chiroyli chiqsin aka. Ha. Shu mashinamizni akalar kraskasi yo'q deb aytuvdi, petnov chiqib qoldi aka bu. Ha, kapotini. Petnov chiqib qoldi. Shu mashinamizni 700 ga qo'ymoqchi sizlarga hali o'zimiz klient topishib deganki 7000 dollar yo'tyapti. Generalisi ham bank transporti ham ichida. Hech kim majburlamayaptimi? Rozi rizochilik bilan olyapsizmi? Eshitgan bo'lsangiz uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitgansiz, shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar aytsin, yaxshi kuningizga halolingiz bo'lsin. Bor baraka. 60 603 DB partiyali mashina. Zohriddin do'stimizga sotildi. Bugun kun aytib berib keting. Bugun yakshanba 22. Endi qo'ymay turamiz akalar. 23-noyabr. Zohriddin akadan mashina olyapmiz. Yo, uni qo'ymay ko'ramiz, urib ketaveramiz. Akalar yaxshi kunga mininglar. Biromi? Ertaga dokumentini qilib qo'yamiz. Xudo xohlasa ketdi aka mana. Ha, ketdi. Xudo xohlasa akalar mana yangi obzor boshladi aka tez. Bugun kunga akalar yakshanba kuni haliginaqa 22-kun ekan, hali eski obzor ande degan Ha, mana Primoy barakasi bilan. Primoy barakasi. Ketdi. Xudo xohlasa. Akalarga ham agar ma'qul bo'lsa bitta Ash Malibu'ni ham bitta baraka qilib qo'ying bo'ldi akam bilan mana. Keling aka, esdalikka mana. O'ting aka. Bu mashinani familiyasi Abbos Muhammadiy. Abbos Muhammadiy akamga qayerdan ekan? Andijondan 9 etaj oldi. O'zimiz shahardan ekan, shahar yorqin yulduz bo'lib, bilib uchun oppoqqina mana qalbingiz rangidan Malibu birimizni kraskasi yo'q. Umuman yo'q kraskasi. Umuman yo'q, kraskasi yo'qqa javobga sotyapmiz aka. Shu mashinamizni o'zi 13,5 ga qo'ymoqchi edik aka. Shu mashinani bizga barter bo'lib ashanaqa hisob kitobda 13,5 ga hisob kitob to'g'ri keladigan bo'lyapti. Hozir ukam o'zimizniki ekan. Ha. Bozordan keldi akam. Klient ekan degan uchun aka, sizga 10,200 dollarga beryapti aka. Pulingiz naqdligi uchun aka. Eshitgan bo'lsangiz uydan, xotindan, mashinadan degan omadni eshitganmiz. Ha, aka. Shu mashinadan 5-10 million dollarlik omadlar kelsin. Yaxshi kuningizga halolingiz bo'lsin. Mana desak, yaxshi kunga mening. Rozi rizochilik bilan aka. Akalar komfort mashinamizni mana berdi akamizga mana. Va bo'ldi, xudo xohlasa. Bo'ldi. Aka yaxshi kunga boshladi aka, qorong'i bo'lib ketyapti. Ketdi. Ko'rsatib qo'yaylik. Mana ochib ber orqalarini. Malibu so'ray, juda ko'pchilik. Akalar mana zakaz qilsanglar, xudo xohlasa qilib beraveramiz. Bir tomchi kraskasi yo'q, 2013-yilda juda go'zal holatda mashinamiz o'ta ketdi aka, boshlardik. To'lqin beryapti. Ketdi. Ha, boshlandi. Ashqobul tomonidan inshaalloh akalar mana yangi obzorimiz mana sizlar uchun ertaga faqat bomba bo'ladi, to'g'rimi aka? Itbekarga bo'ladi aka. Tortilab beramiz. Bo'ldi, boshladik. Aka qoraymi yo'l deganlardan ham bor. Boshlandi. Boshladi. Ha, bitta salomlashib qo'ying aka. Dunyo keldi bu g'amonamga 90 kirdim, qo'ymadim Gentra Cobaltlarni. Eng go'zallariga deydigan aka-ukalar uchun akalar. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqindagi Oppo'zimiz aka-ukalar. O chet elda, bu yerda Yevropadan, Rossiyani juda ko'p joylardan, viloyatlardan, tumanlardan shunaqa yozayotgan aka-ukalarga Qozog'istondan, Qirg'izistondan o'zimizning mana shu atrofdan deb yozib aytib keting deyotgan aka-ukalarga hammasiga qo'limiz ko'ksimizda o'pshi hammani aytib ketilyapti akalar. Boshlaramiz shom bo'lyapti akalar sizlar uchun. Nomerlarni aytib ketamiz bo'lmasa 90lik 525 45 45 93lik 160 99 99 90lik 645 00 648 648 0001 93lik 191 193 91lik 191 yo'q, 91lik 193 91lik 193 0001 raqamlariga degan paytda prikol qilyapti. Prikol qilmaylik. Prikol qilmaylik deyman aka. Prikol. Qat'edu deb. Prikol qilmay aka, ishni boshlardik aka. Boshlanmay qolibmizmi? 3D xizmatlari bor, Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'yib oladigan bo'lsa bemalol. Qo'y olib kecha 6 million ziyon qildik. Qo'y olib kecha 6 million yettaman sotib keldim, ziyon qildik. Alhamdulillah, yetkazganiga shukur. Mayli. Bartiri bor bizda hamma yo'l. Mana shunday qilganda tugaman deydigan aka-ukalar uchun bismillah deb mashinalarni tanishtirib beramiz. Boshladik. 25 11 ming yurgan probega 25 chista. Umuman kraskasi yo'q, go'zal mashinamiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13200 ga qilib beramiz-da yana.
Ya'ni Ha. 13100 ga tushirib. Hisob 13100. Kam bo'lmaydi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa mana 24-yil ishlab chiqarilgan, juda go'zal holatda 30 ming yurgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13 ming o'ziga qo'yib beruvdi, endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa 12800 ga beraman. 12800 ga yurgani 30 ming ekan. 12700 qilib bering aka. 12600 ga. Hisob 12600 ga 1700 1800 man chiqaveradi. Chiqaradi endi uni. Bunisi ham 2000 bilan chiqaveradi akalar. 1700 Ha, 1800. kapital qilaman desanglar 5400 so'm qimmatroq chiqadi, oylik to'lov arzonroq tushadi. To'ppa to'g'ri. Bunisi 2000 necha ekan buni yili? 2024 18000 kilometr yurgan ekan. Juda go'zal holatda ekan aka. Kecha bunisini 13800 dan 13300 ga tushiruvdi, endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa 13000 dollarga qilib beramiz. 13000 dollarga qilib berasizmi? 100 so'm o'tib bering. 12800 ga qilib bering. Hisob kam bo'lmaydi. Bo'ldi. Hisob kam bo'ldi. Xo'p. Bunisi bo'ladigan bo'lsa mana 2019-yil ishlab chiqarilgan kraskasi umuman yo'q. Polni shumka ekan, akalar navorot, pavorot hamma yo'g'i bor ekan. Avtomat korobka Bunisini 11200 ga qo'ymoqchi edim. Siz mana nima qilganingiz uchun 10800 ga. 10,5 mingga nima dedingiz? 10400 ga nima? 10300 gachi. 10200 gachi. To'g'ri 10100 ga qilib bering. To'g'ri 10000 ga nima deyapsiz? Hisob bo'ldi. Hech nima Bunda demadim. onaxonga 100 so'm chiqarib. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. Ketdik. Onaxon bilan bo'ladigan 100 so'm chiqarib beraman. Bunisi 22-yil ishlab chiqarilgan kraska umuman yo'q. 90 ming yurgan, vobshe toza. Avtomat 90 ming yurgan, go'zal. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11000 ga qo'yib beraman. Unisini ko'rishingiz ikkalasidan farqi bor, yilida ham o'zida ham farqi bor. Malades. Onajonisiga 100 so'm o'tib berasizmi? Ketdik. Bunisi 2016-yil ishlab chiqarilgan kraskasi 30-40% bor, ichiga o'tmagan. 8200 dollarga qo'yilganda, endi uni qoladigan 8000 ga qo'yib bersam bo'ladimi? 7900 ga nima dedingiz? 7800 ga. 7700 gachi. 7700 ga ishtimasi yo'q aka. Generallik qo'shib qo'ying-chi. Hisob, generallik. Kam bo'lmaydi. 6 sotisini qilib beramiz aka. Ha. Hisob. 400 olaman desa Ha, 400 berishim. 2017-yil ishlab chiqarilgan kapoti bilan kriloda kraskasi bor. Boshqa joyda yo'q, juda go'zal holatda, ikkinchi pozisiya ekan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 8500 dollarga qo'yib beraman. 8300 dollarga qo'yib beramiz. 8200 dollarga qo'yib. Hisob 8200 ga. 8200 dollarga. Kam bo'lmaydi. Onajonisiga ham 100 so'm ber. Hop, kam bo'lmaydi. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan ikkita 3 ta petnosi bor. O'zimiz mingan mashina ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 9000 dollarga generallik ichida qo'yib beramiz. Hisob ketdi. Avtogolov ketdi. Hop, bu mashinalarimiz bunisi 2013-yil ishlab chiqarilgan Mokri, juda go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 600 ga qo'ydim, endi uni qoladigan bo'lsa 6300 ga qo'yib beraman. 6200 ga. 6100 ga qo'yib. Hisob 6100 ga generallik ichida. Ichida. Kam bo'lmaydi. Bunisi 2015 mi 14 midi bu? 14. 14 avtomat korobka, kraskasi yo'q desa ham bo'laveradi. Jicha yabiyada petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladi. 8300 ga qo'yib beraman. 8000 ga dollar edi. 7900 ga. 7800 ga. 7900 ga. 7800 ga dedim. Hisob. Hisobga. Bunisi akalar 2014-yil ishlab chiqarilgan mana shu Mokri bilan ikki o'g'li. İştimasi yo'q, 78. Ha. İştimasi yo'q. Aytib Bunisini ertaga kunga 6100 ga qilib beramiz. Voy malades. Ketdi. Yangi motorlar qilib. Mayli endi akam bo'lasiz. Hisobmi? 2000 yurgan. Qorong'i tushib ketyapti Hisob, hisobmi? hisob. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi yo'q, qalblar rangidan tayyor mashina, qiziqarli, zerikarli joylari yo'q. Bunisini 3800 ga qo'ydik. Pasayib hozir 3300 dollarga tushib ketdi. 3 yillik tayyor krediti bor, 3 million so'mdan. Hisob kam bo'lmaydi. Bunisi 2015-yil ishlab chiqarilgan. Bu tomonida kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5600 dollarga qo'yib beramiz. 6600 ga qo'ydik, 1000 dollar. 5600 ga. Akalar bonusi 1000 dollar bor. Bo'pti, endi sizdan bitta ishi. 6 sotisini qilib berasiz. ichida. Ha. 5600. Ha. Hisob. Hisob. Hop. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan, kraskasi yo'q. Juda go'zal holatda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 4800 ga qilib beramizmi aka? İştimasi yo'q. Hisob. İştimasi. Kam bo'lmaydi. Bunisi 2018-yil ishlab chiqarilgan Hamkor bankdan krediti bor 3 yil. 3 yil emas, endi 12 2 yil 10 oy qoldi. 2 yil 10 oy aka. 3800 dollarga qo'yapmiz. Agar ozginani qoladigan bo'lsa yo'qmi qilib beramiz. Nech pul qilib beramiz? 3300 ga qilib beramiz. 3000 ga qilib beramiz. Yo'q, 3000 ga tushib ketadi ifos. Mayli, hisob. Hisob bir kunga. Ho, bir kunga. Bunisi akalar bilasizlar, haligindagi Cruzmi nima? Lasetti Cruz 2000 nechi yili? 2009 yil. Bu qorayma yo'l deydiganda gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Navorot, pavorot, oborotigacha kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ishlarni ham lito qisib qo'ygan ekan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisini 6,5 ming dollarda, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa aytingki. 6000 dollarga qilib bering. 5800 5700 ga qilib bering. 5600 ga qilib. 5500 ga qilib bering. Hisob 5500. Generalingiz ichida.
Hisob. Kam bo'lmaydi. Bunisi 97-yil Damas akalar dehqonchilikka, uyga, mahallaga, ishlaringlarga minadigan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 2200 ga qo'yganda endi pasay kecha tatatatan ratatatan qilib tushirib yubordi-ku, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa nima? Narx qo'yib ber. 1200 ga qo'yib berasiz. Hech nimasi yo'q. Hisob. Hech nimasi yo'q, 1200. Bu 2019-yil ishlab chiqarilgan Damasimiz ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 5000 ga qo'yib beramiz. Generalisi ichida. Hisob. Bunisi 2010-yil ishlab chiqarilgan Nexia'miz, 2 dona Nexia'miz bor xolos, o'yda bitta, bu yerda bitta. Ertaga kunga 3400 ga general ichida qilib berasizmi? Matiz puli. Mayli, qilib berasizmi? Hisob. Mana shu Damasni ham sotib olish kerakmi aka? 2009-yil ish. 2600 dollarga qo'yib beramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 3600 generalisi ichida, gaz, suv, svet hamma yo'q ichida. Yurish turishi o'ta go'zal holat. 3000 ga deng aka. Generalisi ichida. 3000 ga deng. 3000 ga bo'lmasa generalisi ichida. 2900 ga generalli ichida. 2800 ga. 2700 ga generalli ichida. Voy malades. Sotdingmi aka? Hech nimasi yo'q. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. 700 ga generalli. Bir kunga. Bu Lasetti'miz 2013 ishlab chiqarilgan 130 ming yurgan, buni egasi umrida yuribdi inshaalloh. Bu mashinamiz 7700 ga qilib Hozir beramiz. kraskasi yo'q. Umuman kraskasi. 8,5 ming 7700 ga tushib ketsa kerak. Bunisi 2022, 21 ga 22 toza, polni shumka, ertaga kunga bo'ladi. 100 ga qo'yib beruvdim, endi ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10800 ga qilib. 10500 gacha. 10400 ga qilib beraman. Hisob 10300 ga qilib berasiz aka, onasiga 100 so'm berasiz-ku. Ha, 100 so'm. Hisob ketdi. Bu mashinamiz 2018. Mana bu so'rayotgan aka-ukalar yana yozoringlar, yana olib kelib beramiz akalar. Kraskasi yo'q, toza mashinada. Aka kelgan aka BID, Chazor, Champion, Liboy, BID mashinasini Liboyini kreditini ham qilib beramiz. Salondan xohlagan tanlab oladi, 30% ni to'lasa 70% ni kredit ham qilib beraveramiz. Naq pulga. Naq pulga. Shartnomalar qilib qo'ydik, bemalol yozuvchi. Chazor, Bazor, xullas BIDni qanaqa mashinasi bo'lsa ham. Bemalol keladi. Ha. Bunisi 2018 ishlab chiqargan 3 ta petnosi bor. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 86 ga qilib beramiz aka. 85 ga qilib. 84 ga qilib beramiz. 83 ga qilib beramiz. Hisob 83 ga. 83 ga onasiga 100 so'm chiqadi. Bo'ldi hisob. Generalisi yo'q ekan-da unda. Xo'p. Bunisi 2021-yil ishlab chiqarilgan 60 ming yurgan gaz pas hech nima qo'yilmagan, top toza avtomat korobka. Bunisini 9800 ga qo'yib beryaptim, endi 9,5 mingga qilib beraman. Yo'q, adashib, 10800 ga qo'ydik-ku buni. Bunisi 1000 dollarga adashibdi. 10800 dollarga qo'yib beralaradi bunisi. Bir pachkaga qo'yib berasiz endi aka buni. Endi shunaqa. Ha, bir pachka. Onasiga chiqadi, Bo'ldi. Akalar mashina 60 ming yurgan xolos, kelsanglar ko'rasizlar. Zapaskasi ham tushmagan. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka 80 ming yurgan, top toza. Men 11 ga qo'yganman. Ha. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 10900 ga qilib berasiz aka. 10800 ga. Hisob ketdi 10800. Xo'p. Akalar bu 2021-yil ishlab chiqarilgan mexanika, umuman kraskasi yo'q, polni shumka, hamma yo'g'i go'zal, bir tomchi ham kraskasi yo'q, 100 ming yurgan. Gaz, suv, svetlari bor ekan, o'rtaga desa shamol bor, bo'ron deb aytaki, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bir pachka to'g'ri qo'yib beramiz. 9,5 gachi. 9400 ga. 9300 gachi. 9200 ga. 9000 gachi. 8900 ga. 8800 ga qilib berasiz aka. 8700 ga qilib. Hisob ketdi aka. Yomon ekan. 23-yil ishlab chiqarilgan. Tozaligini bilyapsizlar, patka layklarni bosib ketinglar. Sizlar uchun aka. 23-yil ishlab chiqarilgan 30 ming yurgan. Kraska umuman yo'q. Bir tomchi ham yo'q. Yurgani 30 ming. O 23 deyapti, yilini aytib ketyapti, eshityapsizlar akalar. Mononisi 22, bunisini 11 ming. Bu 21. Ha, yo'q, mononisi. Bu 22, undan keyin 21. 200 ga qo'yuvdi akalar. Bunisini akalar 10800 ga qo'yib beryapman, kraskasi yo'q toza. 23 yili. Nechi pulga qilib berasiz? 10800 ga qo'yib beryapman. 10,5 ga qilib bering. 10400 ga qilib beryapman. 10100 ga qilib bering. 10000 doziga qilib beryapman. To'g'ri 10 ga 100 dollar onasiga ham chiqarib bering. 9900 ga chiqarib beraman. 9900 onasiga ham 100 so'm chiqadi. U desangiz 1,5 mingga chiqaradi bu mashina. So'radigan. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. 3 million 800 mingdan chiqadi. 3 million 800 ming. Hisob akalar, shoshilamiz. Ertaga kunga. Mana shu mashinamizni mana 2019 kraskasi yo'q, toza. Eshitib turinglar, rasiq diqqat bilan. Yaqin o'zimiz ukamizning mashinasi 831 60x 831 H 17%likka kredit olgan 3 yilga. Uni 4-oyini kecha to'ladi, 4-oyini. 2 yili 8 oy qoldi. 2 million 890 mingdan. 2 million 900 ming. Ha. O'zini nomiga chiqqan kredit 17%lik aka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, общий summasi 7900 ga beramiz. Bankka boramiz. 5700 mi, 5800 mi, nechi pul? Ha, nechi pul qolgan bo'lsa, qolgan summasini berasizlar, siz nominglarga xohlasanglar o'tkazib beramiz. Xohlasanglar Liboy dokument qilib beraveramiz. 2400 2,5 ming dollar hisob-kitobiga
2 milyon 800 bin so'mdan oylik to'lov ekan. 2 milyon 890 mingdan aka. Bo'lib ham 2 yil 8 oy ekan. Ha, 2 yil 8 oy. Bo'lib ham 1 xilda chiqqan. Endi ro'da kelib so'rashayotgan aka-ukalarga kelin ekan, nechchi krediti bormi deyotgan. Endi ro'da ham yo'q edi, yangi keldi. Ertamanga kelin oladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, kraskasi umuman yo'q, orqa kapotda jicha petnosi bor. Qorayma yo'l deganidan ekan, avtomat korobka 3-pozisiya aka. Juda go'zal ekan, ha, hoji aka. 9,5 ming demay jicha o'tib bering aka. Buni o'zi 11,5 ming dollarda, endi siz mana bunaqa deganingiz 9,5 ming dollardan boshlayveramiz dedi. Ertaga bo'ladigan bo'lsa 9400 dollar. 9300 dollargacha. 9200 dollarga kiradi. Avtomat 3-pozitsiya ekan. 9200 ga qilib berasizmi aka? 9100 ga qilib. Hisob 9100 dollarga generalisi ichida. Generalisi Bir kunga. Olgan 100 dollar. Xo'p, 3000 bilan chiqaveradi. Bemalol Yugurib chiqadi. Haqqa boraylik aka. Ketdik. Bunisi 2012-yil ishlab chiqarilgan, jentra qilingan o'zimizning nomimizda, ukamning nomida, juda go'zal holatda. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, buni kecha 7300 dollardan generalisi bilan bank transport ichida. Aka buni hali bahorgacha nasiga so'rayotgan hoji akamga tushuntiramiz. Qo'y baqim nima qiladi, to'g'rimi aka? Bahorgacha aka qo'y baqim nima qilasiz? Yaqin bitta akamiz bahorgacha so'rayapti. Berib yuboramiz ash bolaga. O'zi ham ko'rib tursa, aloqaga chiqsin. Yaxshi pulga so'rayapti aka. Biz dokumentga ham, puliga ham biz javob. Bemalol. Bu mashinamiz ertaga kunga bo'lsa 6800 ga qilib beramiz. Buni qo'ladigan. Hisob. Bu mashinamiz 22 ga 23, 22 ga 23, 40 ming yurgan, kraska umuman yo'q, bir tomchi ham yo'q, mexanika. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 11,5 ga qilib beramizmi aka? 11400 ga qilib. 11300 ga qilib berasiz. 11200 ga qilib. Xo'p, 1,5 dan chiqaveramiz? Chiqaradi. Kam bo'lmay aka. Hali ham 1800 dollardan chiqadigan. Bunisi 2022-yil ishlab chiqarilgan, umuman kraskasi yo'q, top toza. 20 ming yurgan. Yo, nargisi u. 3-pozisiya akalar 70 ming yurgan, top toza, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 13500 ga qilib beramiz aka. 13400 ga qilib. Xo'p, 13400 ga qilib beraveramiz. 1,5-1600 dan chiqadimi? Hisob kam bo'lmayapti. Bunisi akalar 707, 22, 20 ming yurgan xolos atiga. Pomni amerikankalar ham original aka. Gaz ham qo'yilmagan. Gaz umuman qo'yilmagan. Ay, zapaskasi ham tushmagan. Ertaga kunga bo'lsa 14,5 ga qilib beramiz aka. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 14400 ga qilib beramiz. Hisob kam bo'lmayapti. 14400. Bunisi 2023-yil ishlab chiqarilgan, 40 ming yurgan, qorayma yo'l degan luki yo'qidan. Hamma yo'g'i bor, avtomat korobka, luki yo'q xolos. 14800 dollardan pasayib akalar hozirgi kunga bo'ladigan bo'lsa, narxi yana ham tushdi. Endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, vasha tushirib yuboramiz, 13500 dollarga qilib beramiz. Hisob kam bo'lmayapti. Eshitmas. 1700-1600 dan chiqadi. Kam bo'lmaydi. Akalar 12larimiz mana sizlar talablarga binoan ikkita olib kelib qo'ydik. Bittasi 4-pozisiya, bittasi 6 Premier Plusi. 14000 dollar. Ikkovi ham avtomat. 14000 dollardan boshlangan, pasayib kecha. 24. Bunisini endi 13,5 ming dollar qilib beraman. 13300 ga bering. 13200 ga qilib beraman. 13100 ga bering. To'g'ri 13000 ga qilib beraman. 2200 ga chiqadimi? Gap yo'q. Kecha 3000 ga chiqadi. Bo'ldi, kam bo'lmaydi. Avtomat 4-pozisiya. Bugungi kunga chiqadi. Bunisi akalar 6 Premier Plus degandan eng haligi Redline'dan keyingisi hamma yo'g'i bor. 24 go'zal, ikkovini ham kraskasi yo'q. 15300 dan qayt pasayib 14800 dollarga tushirib qo'ydim. 14,5 ga qilib berasizmi boy aka? 14400 ga qilib. Hisob 3000 bilan chiqadi. Endi uni qo'ladigan. Ketdi, kam bo'lmaydi. Akalar, monosi 30 ming yurgan 500 nomerli mana akalar, 500 nomerli auksion nomerlarda kraska umuman yo'q, 30 ming yurgan avtomat. Mashina go'zal holatda. Avtomat ichlari ham navorot 30 ming yurgan, ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa bu mashinamiz 13300 dollarga bir kunga qo'yib beramiz aka. 1600 dollardan chiqadi. 13200 ga qo'yib beraylik bir kunga. Yo, unda ziyon qilamiz boy aka. Bo'ldi, gapingizni oldim. Hech nimasi 13200. Bo'ldi, ketdi. Bunisi sotilgan, akamiz, Qo'qonli akamizga sotilgan. Kecha dokumentni onlayn qila olmabdi. 23-yil ishlab chiqargan Cobalt avtomobilimiz. Ha, olib keling. O'ni aka sizga aytgan hali 30 ming yurgan mashina, o'ni. Ha. Bunisi 2023-yil ishlab chiqargan Cobalt avtomobilimiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa 12800 dollarga. Bu 23 mi rostdan ya azlashyapsizmi? Ama sostenasi yaxshi ekan 23 ga. 20 emasmi bu aka? 20 emasmi? 18 ham deyinchi. 17 mi? 16 ham deyinchi. 15 ekan bo'lmasa. 14 ham deyinchi. Hop, 14 mi? 14 deyinchi.
2013-14 mashinani qani 23 ga o'xshab. Necha rostdan ayting aka, necha yili? 2013-yil. Ha, shunaqa demaysiz. Aka, necha pul buni puli aka? 23 ga o'xshab turibdi. Hop, puli. Kunga bo'ladigan bo'lsa-ku, hali oldi qochdi 7,5 7800 unaqa narsalar yo'q. Ertaga kunga 6500 dollarga bir kunga qo'yib beraman. Bu yerlaringiz ama ashi sahiy bo'lib ketyapsiz. 6500 Shunchalik sahiy bo'pti aka. Bitta podpischilaringiz bittadan aka, bittadan dang'illatishsinmi aka? Bittadan dang'illatishsinmi aka? Bashini 6200 ga bering-da, bugun kamida 5000 odam qo'shiladi. Seriozni. 6200 ga bersam Ha. 5000 odam Ha, qo'shiladi. Like patishgan to'xtatmasdan bosib turaylik akalar 6200 dollar gap erkak kishining gapi o'lguncha shayton bo'yni uzilib tushadi. Hech demasiz? Hech demasiz. Gap yo'q. Akalar sizlar tomonga bo'lishdim 6200. 6200. Akalar, mo'qaringlar, Nexia'ni 2009-yilda 2009 ekan u, bir tomchi ham kraskasi yo'q. Mana akalar, bu diqqat bilan kuzatinglar. Diqqat bilan kuzatinglar. Bir tomchi ham kraskasi yo'q umuman. Mana shu mashinaga ulgib olinglar. Umuman kraskasi yo'q. Bir tomchi ham. 4400 dollarga qo'yib beryapti. Akalar, bir tomchi ham kraskasi yo'q. 200 qancha ham yurgan. To'rtta balon hadovoy, motor, korobka hamma. Mo'qaringlar ishlarini ham haqiqiy dehqondan oldik. Yangi Cobalt berdi egasiga bir qo'l mingan ekan. Ertaga kunga bo'ladigan 4000 demaymiz. Lekin 4000 ga bermabdi. 4400 dollarga qo'yapmiz. Yo'q, tushib beramiz buni aka. Mashina pullar ham 4000 berdi. Hop. Tushib beraveraylik biz mashina purishimiz nima qilib? 3700 ga beramiz. Ha? 3700. 3600 ga beramiz. 3500 ga berasiz bir kunga. Bo'ldi. Ulgib kelgani maza qilsin. Onasiga 100 dollar. Hisob kam bo'lmay. 3500. Akalar shashilinglar, rahmat aytasiz. Yo'q, toza akalar. Umuman kraskasi yo'q. Like patishgan to'xtatmaydigan joy. Bunisi 20-yilda ishlab chiqarilgan, umuman kraskasi yo'q. Bir tomchi ham kraskasi yo'q. Avtomat korobka 170 ming yurgan go'zal mashina. Bunisini 12100 dollarga qo'yib beryapman aka bunisini. 12100 dollarga vaqti qimmat bu mashinangiz aka. Ayting bo'lmasa qimmat. 11000 dollarga qo'yib bering aka. 10800 dollar. 10500 gacha. 10300 dollarga qo'yib beraymi? Hisob 10300 ga aka. Hech nimasi yo'q 10000. Yo, generalist ichida aka. Onasiga ham 100 dollar chiqadi. Hisob bo'ldi gap yo'q aka. Mana onasi 21-yil. Yo, bunisi 21 emas, u aka 2011-yil u. 11 mi? Ha. 21 ga o'xshab turibdi. Ha, 21 ga o'xshaydi aka. Motorlari ham qilingan, gaz suv svetlari bor, oq qor tagiga desanglar, shamoldek bor, bo'rondek qaytadi. Michael Jackson basharasidan, Lasetti Michael Jackson basharasidan bashara almashgan akalar. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini 6300 dollar qo'ydi, endi uni qo'ymas. 5800 dollar qo'yib beraman ertaga. 5700 gacha. 5600 dollar. 5500 gacha. 5400 ga qo'yib beraman. Hop, 5400 ga 6 sotisini ham qilib beramiz. Nomiga o'tkazish. Ha, bizda. Nomer kodi oladi Ha, xolos. bir tomon. 2000 bilan chiqaveradi Uni aka. qo'shib chiqaradi. Bo'ldi aka, kam bo'lmay, rahmat aka, xudo xolasa. Ona mashina keldimi? Ha, qora Abkiring ashina aka 30 ming yurgan mashina entiramiz. Juda go'zal holatda. Xudo xolasa. Akalar mana qarab turinglar. 30 ming yurgan 23 bir tomchi ham kraskasi yo'q. Bir tomchi ham 30 ming yurgan. Oldini ochib qo'y, oldi orqasini. 30 ming yurgan. Yurib turibdi qarang. 30 ming yurgan 23. Mana akalar. 30 ming yurgan, suv ham tegmagan, salondan chiqqandan beri turibdi. Mana antifrizi ham o'zini antifrizi bor. Ha, diskasiga sepish kerak qora. Juda go'zal holatda aka 30 ming yurgan. Haqiqiy 30 ming yurgan akalar mana salonlarni qarang, rollarini ham nimalari ketmagan. 30 ming kilometr yurgan 23. Juda go'zal holatda. Bu kuzovlarni ham ko'p. Bir chizilgan yeri yo'q. To'g'risi bu mashinani. Bu qara. Bu yaqin zapaskalar ham tushmagan. Svet yaqin, bu qaranglar aka. Zapaskalar ham tushmagan. Juda go'zal holat. 30 ming kilometr yurgan. 30 ming yurgan xolos. Juda go'zal holatda. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, bu mashinamiz aka 12 ming dollarga qilib beramiz bir kunga aka. 11900 ga qilib beraylik. Hop aka. Hech nima. Bo'ldi aka. Ertaga bir kunga. Bunaqasi bozorda ham yo'q aka. Ashuna aytyapman. Nomerlariga ham e'tibor beringlar. 30 ming yurgan 23, bir tom chizig'i ham yo'q. Ozgina yurganlar bozordan topilib bo'lmayapti akalar. Shuning uchun bemalol kelib ertaga kunga ketdik. Bo'ldi. Xudo xolasa aka ertaga kunga mana chiroyli qilib hammalar ko'ngillarni olib chiroyli qilib obzor qildik aka. Ertaman mashida 8:00 bo'laveringlar. 8da mashida bo'lamiz. Xudo xolasa ertamanda ko'rishsak, xudo xolasa akalar Rossiyada, u yerda turib hali uydagilarga hoy deydigan aka-ukalar bo'ladigan bo'lsa, o'ylanadigan joylar yo'q. Dastlabkilarni uylariga chorlab beramiz, ularni bekarga. Undan tashqari aytilgan joyda liboy mahallasiga borib tekshirtirsang,
Aş ikkita joyda yo bitta joyda yo bo'lmasa yo'q desa yo'q, shunaqa deyilyapti akalar. Hamma joyda shunaqa. Hali nima deydi, archa qishdan yozdan o'zgarmaydi, bir xil turadi-yu, ashuni singari bizda ham unaqa narsalar o'zgargan yo'q. Narx-navolarda hammasi aytilgan va'da aynigan kulgani yo'q. Rossiyaga minib chiqadigan akukalar bo'ladigan bo'lsa ham oldindan aytinglar, esinglarni urib beramiz. Ertaga kunga bo'ladigan bo'lsa, endi mana shu narxlarda hammasini tanishtirdik. 90lik telefon raqamlarida aytib ketamiz. 90lik 525 45 45, 93lik 160 99 99, 90lik 648 0001, 91lik 193 0001 midi shunaqamidi? To'ppa-to'g'ri. Muhammad Yusuf qora deydi. Kredit xizmatlarimiz bor. Jiguli 06 07 qanaqadir mol qo'yib oladigan bo'lsa bemalol kerak. Ertaga kunga ko'rishguncha ertalabda xudo xolasa saharda kelib HP qiladigan, undan tashqari komment yozayotgan aka-ukalarga qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz. Dadadadang, radadadangda ham enalarni ko'rsatib beringlar akalar. Kam bo'lmang aka, inshaalloh hammanglarni ertaga mana shu joyimizda ota-onalaringlarni ham olib kelinglar. Mayda istalovlarimiz bor, chiroyli mehmon bo'lib, mashina olmasanglar ham mehmon bo'lib ketasizlar. To'g'rimi aka? Bir piyola choyimiz bor. Inshaalloh hammanglar kelinglar, chiroyli sizlarni chiroyli qilib jo'natamiz. Xudo xohlasa. Ubaydoning go'shtini oshlar qilib qo'yapsiz, tayyor kelin orada. Kam bo'lmang aka, rahmat. Kommentariy yozganlarni qo'li dard ko'rmasin. Men 100 yoshlarni yuzini